Chiroyli qiz ekan. Men qarayman. Men qarayman. To'xtab tur, men qarayman. Senim ishonch do'konimizga xush kelibsiz. Sizga zo'r tanlov bor. Qo'limda turgan Samsung Galaxy S25 Ultra. Narxlarga qiziqmang. Oldin 16 million 116 ming bo'lgan. Hozir yana ham arzonlashgan. 11 million 926 ming so'mga tushgan. Oylik to'lov 1 million 411 ming so'mdan qilib bersam, olasizmi? To'xta. Bunaqa chiroyli qizga iPhone yarashadi. Yuring. Qarang, mana 17 Pro'ni oling, mana qalbingizga o'xshab oppoq ushlab turing, mana. Qarang, oldingi narxi 21 million 895 ming so'm bo'lgan. Hozirgi narxi 18 million 391 ming 800 so'm bo'ladi. Oyiga bo'lib to'lamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz 2 million 176 ming 400 so'm. Umuman ishonmang, bu yolg'onchi yaqinda boshqa ishdan bo'shatib yubormoqchi. Voy, tashlab yuborsa sinmaydigan telefon bor. Honor X9 telefoni. O'sha sizga zo'r yarashadi. Ushlab tur, yuring. Senim to'g'risi boy odam ko'p ekan, hayajonlanib oldingizga gapira olmadim. Men sizni doim tushlarimda ko'rardim. Ko'zlarimga yosh kelib ketardi. X9 deb oling, 444 mingdan. Oling. Yigitingiz yo'qmi? Ona qizim. Bundan ko'ra Samsung Galaxy A8 oling. Oldingi narxi 2 million 373 ming bo'lgan, hozirgi narxi 1 million 989 ming so'm. Bo'lib to'lamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz 235 ming so'mdan chiqadi. Boy, xotining bolalaring bilan kelgan ekan, boy ta'mir chaqiryapti. Uylanmaganmi? Bor, yo'q, ol, menga qo'y ber. Senim buni gaplariga ishonmang, siz men qarang, krasavchiligimni, chiroyliligimni qarang. Undan ko'ra Oppo degan telefon bor, o'shani oling. Singlim, mana Oppo. Obbo. Voy, oldingi narxi 2 million 359 ming bo'lgan. Hozirgi narxi 1 million 981 ming so'mdan. 12 oyga 234 ming 500 so'mdan bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Singlim yuring. Redmi ko'rsataman. Redmi telefonlarimiz arzonlab ketdi. Oldingi narxi 3 million 566 ming bo'lgan. Hozirgi narxi 2 million 995 ming so'm. 12 oyga oling. 354 mingdan to'g'ri keladi. Jim tur. Bo'ldi, stop, olaman. Qaysi birini olib berasizlar? Ober. Ober. Sen ober. Mushuk. Yo'q, men nimaga ober? Men nimaga oberaman? Uylanganman. O'zim olaman, bo'ldi. Qaysi qayerda edi? Men ko'rsatib yuboraman, yuring. O'zim ko'rsatib Men ko'rsataman. Aralashmay tur. Umrimda bir marta menga ham berchi. Qanaqa nokasi? Aptini qarab, bitta ko'rsataversam bo'ladi-ku.